siyasi vaziyetler, dünya iqtisodi, fan texnika, biz Sultan ekranida. Dünya ve nezer topidagi barliq qarindoshlarga Allohning güzel salomı, rahmeti. Bizga kelgan Qashqardagi benzinli hujum xabari kelgandan keyin biz buni aytdi. Afsuslandik. Chunki vatanimizning Xitoylar bir arliqqa po'lat istakamlarini qurib xalqimizni medirlamas, hatto har bir do'qishni tekshirish, axtirish şekilde hakaretleş, hatta bazılarını şu joyning o'zida tutqun qilishdak ma'lum bir hareketlerge mecbur bo'lmoqda. Real vaqada mushundaroq bizda nima bormidi? Qarshilik ko'rsatish jasorat, qarshilik ko'rsatish imkoniyat bormidi deb savol hammamizning qalbisiga keladi. Biz bu yerda xabarning qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bu yerda bir masala bor qarindoshlar. Sharq Turkistonda hozir bo'layotgan zulmning naqadarligi. Allah'ımız Türkiye'den o'qiganni, tuqayoqlab kelganni, sayohat qilib kelganni tutib ketib beribdi. Qirg'izistondan palonchi odamni kirib ketibdi. Misrdan qaytgan 50-60 o'quvchini o'zlari qaytarib, o'zlari aydirimda qo'lga olibdi. Saudiya Arabistondan qaytganlar shunday bo'libdi. Dunyoning har qizilaridan ish qilib Uyg'ur bo'lganligi uchun baylarimizning turkum-turkumlab qo'lga ilinayotganligi, ularning qo'lga ilinish bilan mol-mulklarining musodara qilinishi bilan birga özlerinin mu izdireksiz yo'qolib ketib qolganligidek reallikni anglab turibmiz, ko'rib turibmiz qardoshlar. Biz bu yerda yo'rtib berayotganimiz Xitoy Sharq Turkistonda xalqimizga qanchalik ish berayotganligi, asabiylikni yo'qotish nizomnomasi 4-oyning 1-kunidan boshlab rasmiy ijro qilishdan burun qanchalik odamning tutqun qilinganligidek bu haqiqatni biz unutib qolmaylik qarindoshlar. Sharq Turkistonning ahvolini biz qanchalik anglayapmiz, qanchalik anglatyapmiz. Sharq Turkistondagi zulm nega yetib boradi, nima bo'layotdi? Sharq Turkistonda buningdan keyingi xalqimizning ko'radigan kuni nima? Mushu zulm to'xtab qolamdi, buningdan keyin yani davomlashamdi. Davomlashsa biz qanday qilamiz? Biz muajirat qarindoshlarimizning vazifasi nimada? Siz bizga yuklangan majburiyat nimada? Siz bizga yuklanayotgan farz nimada? Allohdan bizni nimani kutyapti degan bir nuqtani o'ylashib boqaylik qarindoshlar. Biz sukutda turib yashashga chiqdikmi? Vatanimizni tashlab sukutda turib yashashga, mishada palapach yo'qlan gapni qilishga chiqdikmi? Bu to'plarni nima ish qurdik biz? Xitoy tajovuzchilarining kunin qilayotgan shunda rezilligini, shunda zulmini hammamiz kunda anglayolsak, qulqimiz pishib, ko'nglimiz aram topamdi. Ya biz xotirjam bo'lish uchun qilyapmiz bu ishni. Yo'q, shu zulm shunda bo'lmayapti ya yerda. Turmini to'shab ketdi, qarindoshlar turmini to'shab ketdi. Otishning o'zidan 400 ga yaqin otishning nüfusi ekan, Urumchida yashayotgan, Otishda yashayotgan, Qashqarda, Ishkirda yashayotgan, chet elda yashayotganlar 400 dan ortiq biz egallagan uchurda. 400 dan ortiq odamni tutib oldi degan gap men bizning qulqimiz bilan anglagan uchur. Dünyanın başka yerdeki Uygurlardan kaçık tutqun qilindi buni nima tasdiq qilib hammamiz sukut ichidan turib olsak, u ma tuqqunimni tutib oldi, buni anglasam tuqqunimga bir ish kelib qolarmikin, men sabablik bir ishim bo'lib ketarmikin, buni akirib oldi, endi bisharazdan keyin qo'yib qo'yar, jarimani to'lsa qo'yib qo'yar, pulni achib qolamiz, Xitoy pariyeti yo'q, qirnishim, hozir unda ish yo'q. Xitoy butunlay yo'q qilmadi, butunlay hujum qildi. Jonahayning buyrug'i bilan hozir bütün şekilde Uyg'urni yo'qitimiz deb hujum qildi. Hattoki vatanning ichiga emas, vatanning ichiga ahli ilm, ziyoli, boyning hammani jo'ndab bo'ldi. Endi hujumni sirtqa qatdi qarindoshlar. Buni unutib qolmaylik. Ma hujumni sirtqa boshlaganligidek bir vaziyatni unutib qolmaylik. Buning ko'zingizni besh bilan to'yga qushdak beshingizni yerga tiqib bilan baka. Bu kun hammamizning beshiga keladi. Ham kelyapti.
Bu yerda biz qanday qilamiz? Mushuni yana sukut ichida yashamdik yoki buningga qarta bir ish qilamdik? Bu ish qiladigan vaqt ish ketdi, uningda buningdan og'rinamish emas. Men nima ish qila olaman? Shu xalqim uchun men nima ish qilib turibman? Shu xalqimning ahu-zarini yetkazish uchun nima ish qilyapman? Xitoy shu biz o'ylagandek shunda o'zi ba'zi bir harakatlarni qildi, ba'zi bir ishlarni ilib bordi. Unda ishlarni ilmikir suiqasdni tagi bugungi kunga qildi. Hattoki hozir Istanbulda davomlashtiryapti deya. Nurg'un jasuslari va, nurg'un ishpiyonlari va, o'zimiz gumonlangan odamlarimiz va. Shuni echib tashlashga hattoki munofiq rahim qilib yashayapmiz ya biz. Bu bir reallik bizniki. Hech nima bo'lmaydi, bu hech nima demas, demaganda o'tdi butdi. Yo'q, biz atrofimizdagi o'zimizning kuchi yetgan, o'zimiz pash qila oladigan, bizning hammamiz, bizning Sharq Turkistonning istixborati yo'q. Sharq Turkistonning istixborati hamma xalq shunga ko'z quloq bo'lganda, vatanini o'zining ko'z qarchig'idek asirganda, shu shpiyonlarni, munofiqning ish harakatini bilganda, shuni oshkorlaganda, anandan keyin shu munofiqning, shu josuslarning, shu Xitoyning ilmikini barbod qiladigan azmatlar yana maydonga chiqdi. Bu tabiiy, Alloh uni chiqarib beradi. Ammo siz bilan bizning shu chiqarish uchun qanchalik bedel to'lashimizni, qanchalik zihnimizni ajratishimizni, qanchalik harakat qilishimizni talab qilyotdi. Bu yerda 4 tal bizning so'zligimizga, bizning vaqirligimizga Sharq Turkiston ozodlab qolmaydi. Sharq Turkistonning ozod bo'lishi siz bilan bizning qanchalik bedel to'lashimiz bilan, qanchalik turda harakat qilishimiz bilan, qanchalik turda melimizni, jinimizni, iqtisodimizni bu yo'lda atiyolgan bilanlar rizolik uchun. Anandan keyin bu Sharq Turkistonning hurligi, mustaqilligini biz taxtini qo'ldan tortib ola olamiz. Bizning haq tortib olgan bu mustaqilligimizni, İşki Cumhuriyetimizden müstakillikini biz xalqning qo'lidan tortib ola olamiz. Biz buni ilgari surmoqchi qarindoshlar. Bizning tortishligimiz bu. Hozir bizning vatanimiz, Sharq Turkistonning ichidagi xalq bir ovozni anglatolmayapti. 27 fevral Qog'liqning qiyasida bir 25 qarindishimizni Xitoydan qaytgan Xitoy tajovuzlari kollektiv qirg'in qilib etdi. Hattoki shu qirg'in qilgan qarindoshlarimizning sonini shu yerdan maxfiy shu kent yashaydigan shu qarindishimizning og'inimiz bilan shu kentning boshqa yerlariga uqtaga vaqtida Xitoy tajovuzlari nima dedi? Bir uchun bo'lgunchilar qurolliq soqchilarimizga, askarlarimizga qarshi qilgan uchun etib tashlandi dedi. Ammo buning sonini, kimligini hech kimimizni bilmaydi. Hattoki o'zining oilasidagilardan boshqa kishilar, shu bevos tuqqanlardan boshqa qo'shimcha tuqqanlarmi bilmagidek darajada bularni dafn qilib etdi qarindoshlar. Ahvolimiz bu oyatda bo'lgan ish ma yenidagi qo'shnisi bilmagidek darajada bo'layotgan bu vaziyatda biz yana Sharq Turkistonni hammamiz yashab boqqan siyosiy vaziyatini tahlil qilib bilalaymiz. Xitoy tajovuzlari hozir nima deysa, mana dünya kim bir nima deyalaydi-ki degan ekan. Hattoki mushu Sharq Turkistonga bo'layotgan zulmni, mush muajirat yashayotgan ba'zi qarindoshlarimiz tek tushunib yetamaylik. Xitoy bunda qilmaydi deglik. Hattoki mush saqalliqli jim to'g'an bo'lsa, mushni hijab atmagan bo'lsa, mushlar qilmagan bo'lsa, mushlar buluti deydigan insonlarni ko'ryapmiz biz. Ashta degichilar kallangni bir silkib o'tish. Xitoy yog'liq chekmagangimi, saqal qo'ymagangimi hammasiga qilyapti. Hozir butun Uyg'ur bo'lganligi uchun qilyapti. Faqat turkumlablan baş shu saqalliqni, ahli ilmni, ziyolini boyni joyladi. Endi navbat ashinaga qarshi turgan, ashinaga sukut turgan, ashinaga navbat keldimdi. Butun Uyg'ur bo'lganligi uchun kimligini Uyg'ur, hatto kimligini o'zgartirib olsa, chiroyi qarab uni Uyg'urligini bilsa, uni o'tirib tuydi Xitoy. Xitoyning niyati bu. Biz da'vatgan Xitoyning abdi bashirisi bu. Bu reallikni aniq tushunishimiz kerak qarindoshlar. O'zimiz aldamayli. Men Xitoyga, Sharq Turkistonning ozodlik ishlariga aralashmagandim. Siyosiy partiyaga aralashmagandim. Men Xitoyga qarshi bijim shuar to'lamagandim. Namoyish qilmagandim. Meni hech kim qilmaydi deb qolmam. Men Yevropadagi so'qildab berayotgan Xitoydan vizilib yuzini daqqa qilib Xitoyning konstitutsiyasiga elayotganlarmi meni hech kim qilolmaydi. Basam unda hech kim qilmaydi. Xitoy zot qilib qaytarib beradi sizni. Bir pulga yaramaz qilib qaytarib beradi sizni. Siz bilan biz shu Yevropa pasportini chiqqan, Amerikaning pasportini chiqqanlar shu vatanda shehid bo'lgan qarindoshlarimizdan badilga oldik bu pasportni. Buni unutib qolmang.
Agar shularning bedeliga olgan pasportda siz shularning bedeliga loyiq yashamaydi ekansiz, dunyo va oxirat xor bo'lasiz. Men sizga bu shunchalik deb qo'yay. Biz sizni qo'rqatganligimiz emas. Siz vijdoningizni, iymoningizni tutib beqib gap qiling. Siz vijdon iymoningizni men qo'yib turib ustalning ustiga mening qanchalik vijdonim bor, qanchalik iymonim va vatandan nima deb chiqqan, qanday kunda chiqqan, menda Xitoyni qanday deb panolangan, endi men nima ish qilyapman? Men bola veqatamdim, jon veqatamdim, yo vatanimga yaloyiq bir ish qilib boryapamdim. Vatanim bugungi kunda mendan nimani talab qilyapti? Men nada turyapman? To'g'ri, pul tepish kerak, jon beqish kerak, ammo vaqtimizni bir oz bo'lsa-mu vatanimizning mustaqillik ishlariga vaqtimizni ajratib qo'yaylik qarindoshlar. Azroq iqtisodimizni ajratib qo'yaylik qarindoshlar. Xitoylar bugungi kunda butun Istanbuldagi Zaytunburundagi butun Uyg'urni qamal qilib, shu yerda olgan Uyg'urning adresini uy olgan. Shu yerda turayotgan Uyg'urning adresini hamma nimasini turg'izib bo'ldi. Buning bilan endi bir-birlab shu Xitoy pasportdagilarga Sharq Turkistonda turib, undidor orqali buyruq berib, shularning ba'zilarini o'zi uchun xizmat qildirishga tahdid qilayotgan bo'lsa, ba'zilarini qo'rqitib, yurgini mijib turmoqda. Faqat ularning qo'lidagi pasport Xitoy pasporti bo'lganligi uchun xalqimiz sukut ichida turishga majbur bo'lyapti. Ammo bu sukut bizga qanchalik foyda qiladi? Bu sukut bizni qanchalik qutuldirib qoladi qarindoshlar? Buni o'ylash boqaylik. Xitoy bizdan nochan olsa chiq maydonga. Kilamani birga bir mushishimiz degan yer keldi. Bizchi biz Xitoydan qo'rqmaydik-ku. Bizning Xitoy virusi yo'q-ku badanimizda. Biz Xitoyga qarshi nima deysa deyalaydik-ku. Biz qo'rqishni Alloh tili qo'rqishga da'vo qilgandik-ku. Biz musulmonlik davarimiz shu-ku bizning. Qo'rqish faqat Allohga xos deydik-ku. Endi bugungi kunda kimdan qo'rqyapmiz qarindoshlar? Patanimizdagi Xitoy saqchisi deb qo'rqyapmiz. Xitoy yo'q, oldimizda Xitoy saqchisi yo'q, ammo patangli Xitoy saqchisidan qo'rqyapmiz qarindoshlar biz. Mavhum Xitoy saqchisidan qo'rqyapmiz. Bizning ro'yimizga kirilishib ketgan Xitoy saqchisidan qo'rqyapmiz qarindoshlar. Bu Xitoy saqchisini biz ep tashlamasak, vaqtida biz mangu sukut ichida o'lib ketamiz. Sukut ichida o'lib ketamiz qarindoshlar. Bu o'lim hammamizga keladi. Bu o'limdan hech kim qutulolmaydi. Ammo Sharq Turkistonning bugungi vaziyatida bizdan bu ikki tanlashdan bizni talab qilyapti. Alloh bizni Sharq Turkistondan azod qilmading, nima uchun mustaqil qilmading deb so'ramaydi. Sen suyadagi zulm xalqingga ota-onang turmada turibsa, qarindoshlaring shahid bo'lib qolsa, sen nima ish qilding deydi. Nima ish qilding, nima yashading deydi. Voy, men seni shu sening tilking bo'yicha Alloh meni xotirjam qilib etgan. Alloh meni mushu Xitoyning zulmidan qutuldirib qo'ysang, men Alloh qilib etim, menda qilib etgan va'dalarim vatdi, shayga yetkizib qo'ygandim. Endi sen nima ish qilding? Pasportni ilib xotirjam bo'lib, yostiqni egiz qurib yotdingmi? Nima ish qilding deb so'raydi Alloh. Bilib turib so'raydi tushunirsiz bizdan. Nima desan deb so'raydi bizdan. Nima ish qilding? Shuning ahvozari uchun bir duoga qo'l ko'tara oldingmi? Masjidda qo'lingni egiz ko'tarib, "Ey, men Sharq Turkistondagi Xitoy zulmiga uchrayotgan, Xitoyning zulmida bir ko'zi qon, bir ko'zi yosh turayotgan shu mazlumning duosini ijod qilayotgan ya Alloh" deb voqea oldingmi? Ey, bir kechilik qiyamda bir tuyar so'raldingmi men uchun shuni tilab? Tamdo demamdi qarindoshlar bizdan. Albatta deydi. Albatta deydi, bu savoldan biz hech qachon qutulib bo'lmaymiz. Agar biz mo'shuningga bir loyiqli bir javob izlab bo'lmasak, qisqa muddat tinchlikni Allohning oldiga yuzlangan vaqtimizda bizni Allohning qandaq Allohning g'azabiga uchrashga aniqlan bo'lamiz qarindoshlar. Onun uchun Alloh bizni shu Allohning g'azabiga uchrab qolishdan saqlasin qarindoshlar. Biz hozir nayt qilning ustida yashayotimiz. Tilimizni qo'g'diyanmagan, dilimizni qo'g'diyanmagan, vatanimizni qo'g'diyanmagan, o'zimizni qo'g'diyanmagan nayt teklik ichida yashayotimiz. Agar bu sukut ichida yashash bizga to'g'ri bo'lgan bo'lsa, to'g'ri deb bilganlar yashayotsin. Ammo men sukut ichida yashamayman. Men Allohning rizoligini ko'zlab dunyo va oxiratda yuzim yo'riq bo'lsin degichlar harakatga o'tishning vaqti
tulab işib ketdi. Allah sizlarni bir to'g'ri shaklda, buningga to'g'ri shaklda tayyorlik qildigan, buning uchun to'g'ri shaklda bolalarimizni tarbiyalaydigan, buning uchun to'g'ri shaklda bir iqtisodimizni jug'laydigan, buning uchun to'g'ri shaklda vaqtimizni Sharq Turkistonning mushu bo'layotgan zulmiga, mushu yerdagi vatanimizdan chiqayotgan ahuzlarni bir yerga to'plab anglata oladigan, bir-birimizga bu uchurlarni vaqtiga yetkiza oladigan, Xitoyning qo'rqusdan va imizdan qo'rqib yashamaydigan holatda yashashga nasib bo'lsin qarindoshlar. Gapimning ba'zi yerda urg'uluq, ba'zi bir xato ketgan yoki bo'lmasa har birlariga ko'ngliga g'ash qiladigan ishlar bo'lib qolgan bo'lsa, kechirib o'tinglar. Endi biroz nervimiz chechilib qoladi ekan. Kuniga kelayotgan xabarlar hammamiz bilgandek hammamizning ko'ngli bearam qilg'iliq. Alloh bizni to'g'ri yo'lda mustahkam qilsin. Alloh bizni shu Xitoy tajovuzlaridan uchimizni ola oladigan, qisosimizni ola oladigan, shu turmalarni pachaqlab tashlab, xalqimizni qutuldirib chiqa oladigan, shularni kandoq shaklda kelgan bo'lsa vatanimizga, shu shaklda uni betar shaklda qo'llab chiqarib oladigan bizga kuch-quvvat, nusrat bersin. Alloh